Onasi! Voy onasi! Labbay begim. Onajonisi, ishingizni qo'yib turing. Bu yoqqa qarab oling. Labbay. Bu pul nimaga begim? Bu pul sizni nafaqa haqingiz onajonisi. Rahmat begim. Ishlarni o'zim qilib turaman. Hali billah. Doktor yuborib kelamiz. Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Voy begim, nima qilyapsiz? Turdingizmi onasi? Yuring ketdik. Doktorga chiqib kelamiz. Bo'la qoling, ishi deydi bo'lib turaman. Bo'ling. Xo'p, hozir. Kira qoling. Kiring. Yuravering. Begim, Xo'p, nimaga har doim menga pul berasiz-da? Olib qo'y, bu senga nafaqa puli deysiz. Undan keyin ozgina mazam bo'lmay qolsa, uy ishlarini ham o'zingiz qilasiz. Oldingizga solib, doktorga olib chiqib ketasiz. Nega har doim menga unaqa mehribonlik qilasiz? hozir siz aytayotgan narsalarni juda ham ko'p erkaklar xotinga bu ortiqcha mehr, e'tibor deb o'ylaydi. Lekin men faqat sizni, ya'ni ayolimni oldidagi erkaklik burchimni bajaryapman. To'g'ri, hamma ham emas, lekin ayrim bir erkaklar bor, hattoki ayolini oldidagi erlik burchini hali ham bilmaydi. Hurmatli ayollar, sizlar ham eringlar ayolini oldidagi erlik burchlarini bajaradilarmi yoki yo'q? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha aytgancha, videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'ying.